Original chuda pirogini retseptini men sizga 1 minutda o'rgatib qo'yaman desam ishonasizmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Qatiq yoki yogurt sodani solib aralashtirib bir chetga yopib qo'yamiz. Tuxumlarni chaqib yaxshilab mikser qilamiz va ustidan shakar solib bitta massa bo'lguncha yaxshilab ko'pirtiramiz. Ustidan bitta piyla yog' sovuramiz va ko'pirib tayyor bo'lgan qatig'imizni ag'darib olamiz. Endi quruq masalani solamiz. Agar qora qilmoqchi bo'lsangiz kakao, un va 1 choy qoshiq razrix litr sovuramiz. Tayyor bo'lgan massamizni granit qolpimizga solamiz. Shunaqa granit idish-tovolarni qayerdan olasiz deysizlarmi? Pirogimiz pishguncha yangi olgan granit idish-tovolarimiz sizlarga obzor qilib beraman. Men har doim bitta do'kondan olaman, ishonchli va sifatli bo'lgan mahsulotlarni sotishadi. Bu safar meni nishonimda blinitsa, cho'gun va qasqon. Hammasiga granit qoplama qoplangan. Bu degani pishirgan taomingiz hech qachon yopishib qolmaydi degani. Qasqonimni menga yoqqan tomoni, qasqonni entiga qozon bo'lar ekan va qopqog'iga tushar ekan. Xonim qilganingizda listlarini ishlatasiz, xonim qilmagan kuningiz qozonini o'zini ham ishlatsangiz bo'lar ekan. Bilishimcha bu brend Dubayda juda ham mashhur ekan. Bizada bitta dona do'konda sotiladigan brend. Qaranglar, qanaqa zo'r, o'zini ishlatsanglar qozon bo'ladi, listlarini sap qilsanglar xonim uchun qasqon bo'ladi. Sifatini yana ham yaxshiroq ko'rishingiz uchun yaqindan ko'rsatdim. Juda ham chiroyli, ko'zni qamashtiradigan idish-tovola olganim uchun o'zimdan xursand bo'lib ketdim. Agar sizlar ham chuda pirogida faqat retseptni aybdeb o'ylayotgan bo'lsanglar, adashasizlar. Ishlatayotgan qolipingiz materialiga ham e'tibor berib qo'ying. Ko'rganingizdek granit qolipidan tez ko'chdi. Retseptlarini tik-tik yozib ketdim. Pirog issiqligida sugushonkadan surib chiqsanglar, shunaqa chiroyli holatga keladi. Yana ham ishtahani ochish uchun muzlatilgan malinadan foydalandim. Bo'ylari baland, ichlari g'o'viy bo'lib pishadigan chuda pirogimiz tayyor bo'ldi. Albatta siz ham tayyorlab yaqiningizga jo'natib qo'ying. Menga podpiska bo'lish esingizdan chiqmasin.